Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hamma narsada progress borda. Ya'ni vaqt o'tishi bilan bir narsani o'rniga yangi narsa chiqadi. To'g'rimi? Masalan, birinchi boshda simli telefonlar edi, keyin simsiz telefonlar chiqdi, keyin borib sensorli telefonlar. Mana hozir progressda endi qisqa olganda rivojlanish. Shu qatori meditsinada ham progress bor. Ya'ni bu o'sha ming yillar oldingi tibbiyot bilan hozirgi tibbiyotni solishtirishni o'zi ahmoqlik. Ya'ni shu darajada o'zgarish, shu darajada progresski tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Tibbiyot oxiriga yetdimi, progress tugadimi deyishingiz mumkin. Yo'q, tibbiyot ham boshqa sohalar kabi hali oxiriga yetgani yo'q. Doimiy ravishda progressda, doimiy ravishda o'sishda, yangilanishda. Shu progressni, shu o'sishni mahsuli sifatida tibbiyotda yangi bir tushuncha kirib kelganda, buni otini isbotlangan tibbiyot deyiladi. Ya'ni доказательный meditsina. Isbotlangan tibbiyot nima? Isbotlangan tibbiyot shuki, bemor yoki kasal yoki patsient deylik, oladigan har bir lecheniya, ya'ni dori-darmon nazarda tutiladi. Yoki qilinadigan bemorga qilinadigan har qanday turdagi operatsiya aniq o'sha lecheniya yoki o'sha doridan natija olinmaguncha bemorlarga tatbiq qilinmaydi. Yana ham soddaroq tushuntirganda, siz bir dori qabul qilmoqchisiz. Masalan, proktologetga nimadir svicha, nimadir mas, dori, tabletka deylik. Siz aniq ishoningki, bu sizga tavsiya qilinayotgan lecheniyalar hammasi o'sha доказательный meditsinada isbotlangan. Qanaqa qilib isbotlanishi mumkin? Ya'ni nima bo'lishi mumkin? Masalan, deylik, bir dori o'ylab topildi. U avval hayvonlarda sinab ko'riladi. Hayvonlarda masalan deylik anal tirishni chaqiriladi. O'zi maxsus o'sha anal tirishni hosil qilinadi va o'sha o'ylab topilgan, ya'ni ishlab chiqarilgan dori hayvonlarda sinaladi. Ma'lum bir vaqtlargacha sinab boriladi. Deylik 1 oy, 3 oy, 1 yil, 10 yil prognoz bilan sinaladi. Agar hayvonlarda yaxshi natija ko'rsatsa, ya'ni o'sha dori tirishni bitkazishga qanaqadir yordam berdi yoki bitkazib yubordi. Undan keyin insonlarda sinov o'tkaziladi. Ya'ni biologik sinov insonlarda o'tkaziladi. İnsonlarda o'tkazilgan sinov dastlab shu dobrovolniy, ya'ni o'zi xohishi bilan pulga yo'llanib qildiriladigan sinovlar bor. Bir populyatsiyada sinaladi. Keyin insonlarda sinalgandan keyin ularda ham yaxshi natija olingandan keyin ommaga chiqariladi dori va shu bilan sizga dori aptekalarda sotilishni boshlaydi. Demak, tushunarli, isbotlangan tibbiyot, доказательный meditsina nima? Shu qatori operatsiyalar ham, masalan, любой turdagi operatsiya, masalan, gemoroy operatsiyalarini juda ko'p modifikatsiyalari, juda ko'p usullari ko'p. Hamma modifikatsiya, hamma usullari dastavval hayvonlarda, keyinchalik odamlarda sinab, isbotini topgandan keyin ilmiy adabiyotlarga, vrachlarga tavsiya sifatida beriladi, o'qitiladi. Lekin bir savol paydo bo'ladi. Bir savol paydo bo'ladiki, hamma ham shu isbotlangan tibbiyot tavsiya qilgan dorilar bilan, lecheniyalar bilan yoki operatsiyalar bilan tavsiya qiladimi bemorga degan savol paydo bo'ladi. Bu savol haqli savol. Zamon rivojlanib ketdi. Yangi preparatlar, yangicha davolash usullari o'ylab topildi-da. To'xtab qolgani yo'q. Hali ham zamon 90-yilda qolib ketmadi. O'sha 2025-yil, 2026 mana ostonada. Xuddi shunday isbotlangan tibbiyotda, ya'ni доказательный meditsinada minglab sinovlar natijasida isbotlangan dorilardan biri aynan trishinani davolash uchun ishlatiladigan nifedipin emas. Nifedipin 0% emas. Men bu haqda juda ko'p videolar qildim. Shu videolarni, oldingi videolarimizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Imенно trishinani davolashda effektivligi 95% gacha deb o'zini isbotini topgan. Buni natijasini bevosita bemorlarning o'zida ham ko'rib yuribmiz. Diqqat o'rtoqlar. Agar sizda trishina spazm bilan birga kelayotgan bo'lsa, siz uchun bu mas foydali. Juda ko'p so'rashyapti, trishinani davolashda bu mazni o'zi 100% yetadimi? Yo'q, trishinani davolashda bu mazni o'zi 100% yetmasligi mumkin. Yoniga qo'shimcha lecheniyalar qilish kerak, yarab bitkazuvchi dorilar berish kerak. Va itoga. Endi u osmotr yoki ko'rik paytda ma'lum bo'ladi. Bu mazni vazifasi faqat spazmni yo'qotib beradi. Spazm yo'qolsa og'riq bosiladi. Shunaqa ta'sir effektivi bor. Men bejizga boshdan доказательный meditsinada gapirmadim. Bu imенно taklif qilayotgan, biz aytayotgan mas bu доказательный meditsinada isbotlangan, o'zini isbotini topgan. Siz isbotini topmagan qaysi bir tabibga borib, uni guvohlarini olib yoki isbotini topmagan bir qanaqadir dorilarning reklamasiga ishonib olib ishlatyapsiz-ku, to'g'rimi? Ko'p-ku unaqa dorilar. Internetda ular gemoroy tirishiniga qarshi ming xil dori svichalar, lekin hech qaysi biri o'zini isbotini topmagan. Bilmaysiz u oldingi natijalar qanaqa bo'ldi, odamlarga qanchalik ta'sir qildi, qilmadi, u haqida sizga ma'lumot yo'q.
Mayli, foyda topganlar bizga rahmat aytyapti, foyda topmaganlar o'sha dard bilan hali ham og'rib, kurashib, yana ham o'sha ham tabiblarda, ijtimoiy tarmoqda reklama qiladigan dorilar bilan o'zlarini ovora qilib, o'zlarini qiynab yurishibdi. Har doim o'zingiz uchun bir lechena qilmoqchimisiz, o'zingiz uchun bir kasallik davo topmoqchimisiz, imkon qadar shu доказательный meditsina bilan dorilar yozadigan vrachga uchrashish kerak yoki доказательный meditsinada isbotini topgan dorilar bilan lechena qilishingiz kerak. Buni bilishda eng yaxshi usullardan biri o'sha doktor yozayotgan dorilarni hozir internet asri tekshirib olish kerak. Ya'ni sizga dori yozib berdimi, siz uni o'sha через internet orqali ko'rib olsangiz bo'ladi. Eng yaxshi adabiyotlar, masalan, dorilar kiritilgan eng yaxshi adabiyotlar Vidal hisoblanadi. Vidalda agar shu dori kirgizilgan bo'lsa, demak ishonavering, bu ancha ishonchli dori hisoblanadi. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'lingizlar.